yoki shilaka blokdan yoki mana shunaqa betondan ham ko'tarishlarda vaqt o'tdi. Mana sizga aytgan yangiligim do'stlar, zavodskiy holatda xuddi shunaqangi rangli chiqadi, bilasizlar bo'ladi. Razmeri do'stlar, endi ikki uzunasi, ikkita yonida ustuni, to'rtta mana shunaqasi yevro zabori bo'ladi, ya'ni O'zbekistonda yangilik zabor bo'ladi. Shu turishning narxi 350 ming so'm bo'ladi. Agar 3 talik kerak etsalar, do'stlar, narxi 300 ming so'm bo'ladi. 5 talik narxi kerak etsalar, do'stlar, narxi 450 ming so'm bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab dastlabki albatta kelishilgan holatda agar 100 komplektdan yuqori olsalar, ya'ni dastlabki mutlaqo bepul bo'ladi. Nimaga buni yangilik deyapman do'stlar? Eskisiga ahamiyat bersalar, matviy holatda bo'ladi. Bu ya'ni zavodskiy holatda xuddi shunaqangi rangda chiqadi. 15 yil garantiyasi bor. Agar rangi yoqmasa, xuddi shunaqangi holatda bitta kraskani olib turib, akamizga o'xshab bo'yab yuborasizlar. 5 yilgacha kraskasi o'chmas ekan. Zaborimiz o'ziga 15 yilgacha garantiya berishar ekan. Ushbu biznesni o'rganamasalar, qoliplari alohida 18 dollardan sotiladi. Biz turgan joy Farg'ona viloyati Rishtonda turibmiz. Undan tashqari Toshkentda hamda Buxoroda ham joylari bor.